Allah'ın El-Muhsi degan ism sifatlar haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlara Ustaz Abduvali Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslida Allah Subhanahu ve Teala'nın güzel isim sıfatlarının kısaca tefsirlerinden Allah'ın El-Muhsi degan isim sifatları haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın El-Muhsi degan isim sifatları haqidagi tafsirlar. Allah'ın bu isim sifatları Kur'an'da nurgun yerde tilga ilingan. Sure Meryem 94. ayetide tercümesi şek şübhisiz ki Allah ularni to'liq egalladi ve sanını mükemmel bildi. El-Muhsi ma'lum bir narsani bilguchini al-alim deymiz. Şu ma'lum narsaning sonini ham uning ichidagi va hamma atrofidagi narsalarni egalliguchini al-Muhsi deymiz. Al-Muhsi bo'lsa hisoblag'uchi, o'zini bilguchi va uni ihota qilib qondirg'uchi zot demakdir. Mutlaq al-Muhsi haqiqiy bir narsani bilib va sonini ham bilib uni ihota qilg'uchi komil zot Alloh subhanahu va taolodir. Banda o'zining ma'lumotlari bilan ba'zi bilimlarni bilishi mumkin. Bu faqat o'ziga ajratilgan ma'lum miqdorchi bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Sure İsra 85. ayetide tercümesi sizlarga faqat ozgina ilim berilgan. Bende Allah subhanahu wa ta'ala'nın El-Muhsi sifatini bilgandan keyin her bir amelini hesap qilib turg'uchi zotning borligini bilgandan keyin shariatga uygun hareket qilish kerak. Kur'an ve hadislerde Allah'ın bu isim sifatlariga aloqador tuvendagi mazmunlar tilga ilingan. Sure Meryem 99. ayetide tercümesi şek şübhisiz ki Allah ularni to'liq egalladi ve sonini mükemmel bildi. Hadislerden tercümesi Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Allah'ın 99 ismi bor bo'lib, kimiki uni yodlasa jannatga kirdi. Allah taqdir, şuna taqni yaxshi ko'rdi. Muslim 2677. hadis. Sure An'am 59. ayetide tercümesi g'ayibning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Allah biladi. Quruqliqdagi dengizdagi narsalarning hammasini Allah biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Allah bilmaydigan bir simi yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi biror dona uruq bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib Lavhil Mahfuzda yezig'liqdir. Sure Hud 6. ayetide tercümesi yer yüzüdeki hayvanlarning hammasiga rizq berishni Allah merhamet yüzüsidin ustiga olgan. Allah ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhil Mahfuzga yezilgandir. Sure Meryem 93-94. ayetlerde tercümesi Osmonlarda ve ziminde Allah'a bende bulup boysunmaydigan hiç mahluk yoktur. Şek şübhisiz ki Allah ularni to'liq egalladi ve sonini mükemmel bildi. Sure Yasin 12. ayetide tercümesi şübhisiz ki ölüklerini terildirimiz. Ularning dunyoda qilgan yaxshi yomon amallarini va ishlarini xotirlab qo'yamiz. Hamma shayini ro'shan daftarda, ya'ni Lavhil Mahfuzda to'liq xotirlab qo'yganmiz.
Sura Naba 29-oyatida tarjimasi har narsani to'liq xotirlab qo'yamiz. Sura Saba 21-oyatida tarjimasi iblisning ular, ya'ni ergashkichilar ustidan vasvas qilish bilan hukmronlik qilishi faqat bizning oxiratga iymon etuvchilar bilan uningga shak keltirguchilarni bilib olishimiz uchundir. Rabbing hamma narsani kuzatguchidir. Sura Ali Imron 85-oyatida tarjimasi kimiki islom dinidan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Sura Ra'd 11-oyatida tarjimasi har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmagicha, ya'ni Allohning bergan ne'matlariga tuzkorlik qilib, gunohlarga cho'mmagicha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Alloh ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat hurmatni ilib tashlamaydi. Alloh biror qavmni halok qilmoqchi yoki azoblamoqchi bo'lsa, uningga qarshi to'g'ili bo'lmaydi. Ularga azobni dab'i qiladigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. Sura Falaq 1-oyatidan 4-oyatgacha tarjimasi maxluqotning sharridan, qorong'uligi bilan kirgan kechining sharridan, tugunlarga dam solg'uchi sehrgarlarning sharridan, hasadxo'rning hasad qilgan chog'dagi sharridan, Subhining Robbi Allohga sig'inib panoh tilayman degan. Sura Nisa 71-oyatida tarjimasi ey mu'minlar, dushmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Alhamdulillah. Yuqorida Alloh subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlaridan Al-Muhsi degan ism sifatlar haqidagi tafsirlarni angladinglar. Kelar qitimda Alloh subhanahu va taolaning Al-Mubdi', Al-Mu'id degan ism sifatlar haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.